Ushbu ko'rib turgan testingiz bu torch infeksiyaga o'tkaziladigan test hisoblanadi. Torch infeksiya o'zi nima? Torch infeksiyani tarkibiga bir necha xil infeksiyalar kiradi. Torch so'zi bu abreviatura, ya'ni qisqartma hisoblanadi. Torch infeksiya deb juda ko'p eshitamiz, juda ko'p gapiriladi bu haqda. O'zi bu infeksiya nimasi bilan ahamiyatga ega? Ayniqsa farzand ko'rishda muammosi bo'lgan juftliklar ko'pincha shifokor ko'rigiga borishganda ular aytadiki, torch infeksiyaga tekshirganmisizlar deyishadi. Vaholanki torch infeksiya haqida juda ko'pchilik informatsiyaga ega bo'lmaganligi uchun biz sizlarga ushbu infeksiyaga testni o'tkazib ko'rsatmoqchimiz. Torch infeksiya bu juftliklarni farzand ko'rishiga to'sqinlik qiladi. Erkak kishida urug'ni sifat va miqdor jihatdan yomonlashi vujudga kelsa, ayol kishida tuxum hujayradagi ba'zi bir muammolar yetilishida yoki bo'lmasam yetilgan tuxum hujayrani urug'langanidan keyin hosil bo'layotgan homilada turli xil nuqsonlarni vujudga keltirishi mumkin. Nuqsonli homila ba'zan rivojlanmasdan tushib ketadi, ba'zan esa tug'ilganda turli xil tug'ma nuqsonlar bilan tug'ilish xavfi bo'ladi. Normada mana shunday bittadan chiziqcha chiqishi kerak. Agar T1 va T2 larning ro'parasida qanaqandir chiziqcha chiqadigan bo'lsa, bu degani o'sha insonda torch infeksiyasi topildi degani. Ya'ni mana shu torch infeksiyasiga kiruvchi 5 xil infeksiya topildi degani. Xo'sh, 5 xil infeksiya topilsa ham uni immunoglobulin G yoki M turi topilganligiga qarab u odam yoki hozirgi paytda kasal deyiladi yoki bo'lmasam bu oldin kasal bo'lib o'tgan, hozir sog'aygan, bunda immunitet saqlab qolingan deyiladi. Shuning uchun biz mana shu testni olib keltirdik. Shu testda birato'lasi birdaniga ham immunoglobulin G ham immunoglobulin M ni bir vaqtning o'zida tekshirib bersa bo'ladi.